e'tirozingiz bo'lsa, yuqori turish tashkilotlariga murojaat qilasiz. Menga qog'oz bayonnoma rasmiylashtirmadi. Planshetda ishlayotganligi sababli menga planshet orqali rasmiylashtirib berdi deysiz. Men sandos. E'tiroz bo'lsa, bizda yuqori turish organi. Yo, hozir siz o'zingizdan o'zingiz qora olmaysiz. Tuhmat. Mana. Yuqori turuvchi huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishingiz mumkin siz. Bo'ldi, u kamera qayerda turish kerak? Yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qiling. Bu nimaga o'xshaydi? Xuddiki men jarimani bosib qilaveraman, aqling yetsa o'zingni haqligini isbotlab ol deganga o'xshagan narsada. Menda bitta taklif bor. Shu GAI xodimlarining o'ziga ham, o'sha xato qiladigan GAI xodimlarining o'ziga ham jarima, ya'ni ballik sistema qo'llanish kerak. Ballik sistema yig'ilgan ballik sistemadan keyin просто ishdan ketish kerak emas. Ishdan ketish kerak, eng kam qayta o'qitilish kerak yoki bo'lmasa juda katta jarima, pul undirilishi kerak deb o'ylayman. Chunki ishdan ketguncha juda ko'p odamni yostig'ini quritgan odam bo'ladi. Qaqshatgan odam bo'ladi. Misol uchun jarimani yozdi, haqligini isbotlash uchun haydovchi eng kamida yugur qiladi, advokatga pul to'laydi, nechidir kun asab buzilib yuradi. Menda shu taklif bor.